ayollarimiz bir necha marta farzandli bo'lib yoki bo'lmasa bitta farzandli bo'lgandan keyin homilador bo'la olmay qolishadi. Ularni ba'zilarini sabablari bachadon naylarining yopilib qolish holatlari kuzatiladi. Bachadon naylarining yopiqligi homilador bo'lmaslikning eng asosiy sababchilaridan biri. Sizda 2 yil va undan ortiq homiladorlik kuzatilmayaptimi? Albatta bachadon naylarini o'tkazuvchanligini tekshirish kerak. Bachadon naylari ingichka 10 sm-li, 10-12 sm-li a'zo bo'lib, aynan shu bachadon naylarda urug'lanish jarayoni kuzatiladi. Shu yerda erkak ayol urug'i urug'lanib, bachadon nayi orqali homila kelib bachadonga yopishadi. Agar bachadon naylari ba'zi sabablarga ko'ra jarrohlik amaliyotlari o'tkazgan bo'lsa, kista operatsiyalar, kesir kesish amaliyotidan bola tug'ilgan bo'lsa, shunaqa jarayonlardan keyin bachadon naylari yopilib qolish holatlari kuzatiladi. Yana ba'zi infeksiya holatlari, xlamidioz kabi infeksiyalar o'tkazgan bo'lsa, bunda ham bachadon naylarining yopilish holatlari kuzatiladi va ayol buni qayerdan biladi? Uzoq vaqt davomida homiladorlik kuzatilmaydi. Xo'sh, bachadon naylari yopiqligini qanaqa qilib tekshirish mumkin? Ko'p holatlarda eshitamiz bemorlarimiz, "Men bachadon naylarimni tekshirtirganman, ochiq chiqqan" deyishadi. Xo'p, qani buni hujjatlari desak, yo'q, buni doktor tekshirgan, o'zi dori yuborgan, dorisi yaxshi ketgan, shundan bachadon nayin ochiq deb aytishgan. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bachadon nayini tekshirishda yagona yo'li bor. Bu bachadon naylarini rentgen orqali tekshiruv. Mana shunaqa rentgen xulosalarni qabul qilamiz va shu xulosalarga qarab bizda bachadon naylari o'tkazyaptimi yoki o'tkazmayaptimi aniqlashimiz mumkin. Mana bu sizlar ko'rib turgan rentgen snimkamizda bachadon naylari ochiqligini ko'rishimiz mumkin. Mana ingichka naycha orqali dori borib, bu tarqab ketyapti. Mana ikki tomondan ham ingichka naycha bo'lib, bachadon naylardan dori borib, qorin bo'shlig'iga tarqab ketyapti. Bunda bachadon konturlari va naychalarning ochiqligini ko'rishimiz mumkin. Bunday ayol homilador bo'la oladi va aniq ko'zimizga ko'rinib turibdi. Mana bu rentgen xulosasida bitta bachadon nayi to'liq yopilgan, ya'ni bu tomonga, o'ng tomonga umuman dori bormagan. Chap tomonga ham dori borib, oxirigacha borib, shu yerda ushlanib qolgan va tarqalish kuzatilmagan. Bu ayolimizda ikki tomondan ham bachadon naylari yopiq. Mana shu aniq rentgen xulosasiga qarab, siz o'zingizda bachadon nayi ochiqmi, yopiqmi bilishingiz mumkin. Boshqa buni yo'llari yo'q. Shu kabi foydali ma'lumotlarimiz sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va bizni kuzatishni davom eting. Bachadon naylarini o'tkazuvchanligini ko'ryapmiz. Mana o'zlaring ham ko'rishlaring mumkin. Bachadon naylarini atrofiga juda ham dori yaxshi yig'ilyapti. Tak, chap tomondan, o'ng tomondan yaxshi o'tkazyapti, chap tomondan truba shishyapti. Yallig'langan truba, lekin dorini o'tkazyapti. Bachadon naylaringiz ochiq, xudo xolisa bo'yingizda bo'ladi, tug'asiz. Bitta trubangiz shishib turibdi, shamollaganmi? Lecheniya olib borasiz, xo'pmi? Fizioterapiyalar olib borasiz. Xursandchiligimizni cheki yo'q. Bu qizimizning bitta trubasi ochiq, ishlayapti. Xudo xolasa homilador bo'ladilar. Bitta trubasi yopiq yo'q, chunki operatsiya qilib olib tashlangan. Ikkinchisi juda ham chiroyli o'tkazyapti va xudo xolasa bu trubadan biz homiladorlik olamiz. Молодец, tug'asiz, xudo xolasa, hammasi yaxshi. Zo'r, muammoingiz yo'q.